alaykum. Mana Andijonga keldi. Hamidullaganni kasalxonalariga. Lekin Andijonda eng qimmatlaridan bittasini shu okan boqib keldi. Inni ko'rib, lekin sindi lekin inga. Mana qo'nog'ini qaranglar, buni ishqozlar boshqacha bo'ladi-da. O'zi joylarni qirtishsa kerak, begona katta o'tmasa ekan shakli. Ichkarini ko'ringlar, yuraylik. Qimmatlari bor ekan Andijonning kapitallari. Gulsanlar bo'ynini ushlab. Mana rangini qaranglar. Lekin ichkarisi xuddi odam yashaydigandagi qo'yishlar. Mana joylarni qaranglar. Ahmetlarni stoldan o'tirib, dam olib. Endi mana kapitallarning kattaligi va shu qotqinli, naminchi qotqinli. Bular mashaqa zot bo'ladi. 15-20 yildan beri ishlab bir-biri yuzlab chiqargan. Ularni zalga chiqmaydimi? Bundan Andijonning sportsmenlik ko'p. Kapitallar ham sportsmen ekanda. Andijonning qarshisidan beryapmiz. Shunchalik qachon bo'lib ketdi? Eshitdingizmi? Qanaqa katta bor. O'zgacha bollari bor, bollarning o'zini $2000 deysizmi? $2000 ham olishayotgan ekan. Apchkinlashlardi, apchiklash 2 oy. Hozirgi qoqqoni $1000 ga bermadim dedingizmi? $1000 Rossiya Moskvada bo'lmaydi bermaydi. Eng qimmat nech pul bo'ldi? Bu yerda bitta 3000 ga bermaganim bor yaqinda. 3500 ga bermaganim bor. Yaqinda asakanlik bolalar oldi bitta nardi u. Aka $4000 ga. Yaqinda bir 15-20 Endi o'zini ishqozi bor. Bularni Ishqi bor. Ana diskni bitta ko'rsatinglar. Mana qaranglar, katta kaptarga o'xshaydi. Hali bu don yemagan-a bu. Yemagan bu. Mana qaranglar, mashina o'zini mana $1000 dan 2000 ga ikkitasini sotibdilar. Mana uni berdim, ukamizga berdim. Bu turgan. donga tushganda olib ketadi. Mana bunisini ishlab turing. Mana buni tasharasini qaranglar. Ko'zlarini qaranglar. Bizacha oldin Andijonning kaptarini boqardik-da. Bunchalik bo'lmasdi, Toshkentda bo'ladi, uchragan Andijonlar. Bundan kichkinaroq bo'ladi. Boshi katta ekan. Bular ishlab bir-biriga solib chiroylilashgan. Necha yil dedingiz buni? Bu 4 yashar aka bu. O'n oladi. Men bir 10 yoshdan katta bo'lsa kerak deb o'yladim. 4 yashar ekanda. Mana bu bezlarga menga yoqmadi. Narxi $1,500 ekan. Mana. Endi bari biza Toshkentliklargacha mana rangi boshqacha-da, bizga mana shunaqa yoqadi. Qopqon deydi. Sizlarda qizil to'sh deydimi? Sizlarda bizda qopqon deydi. Ko'zlariga 5 shisha ko'z. Ko'zlariga lekin gap bo'lishi mumkin emas.